Әмма шу битлік сурет үстіде тоқталдық. Битлік сурет үстіде тоқталғандан кейін біз faqat битлік суретni qana qildik? RGB rang şekildən bir kanalını elib etib qoyub qaldıq, şunda ғой. Elib etgəndən keyin болды. Unda olsa CMYK-ni qanda olğan. CMYK-ni көріп baqılamı? Kallamızga şundaq suallar keladi əlbəttə. Şunda ғой. Hazır RGB rang şekli, mən bunu CMYK-ga aylandırıb etsəm, CMYK rang şekildə 4 kanal boyunca bir tərəf qılıldı. Bunundan mən birli kanalını elib etib qağan 3 kanalını qoyub turib bitlik suretga aylandırıb baqay. Yanılı oxşaş aylandırdı ekan ғой. Yanılı oxşaş aylandırdı ekan. Bunu hazır 4 kanal altı qoyub, məyə kanaldan birini qoşub birdigan buyruq qo'yma o. Kanaldan birini qoşub birman deb ma'lum mındaq ichib etib kanaldan birini qo'shib berdim. Qo'shib bergandan keyin kirsam, yana bitlik suret qanday ekan? Demak, Photoshop bizga muqimmish kanallarni bir taraf qilib bo'ldi deb bekitib, bitlik suret bir taraf qilolmaydi ma'noda degandan boshqa har qanday bir stab bitlik suretni bir taraf qilib bo'ladi. Endi CMYK-ning o'zini ko'rib baqayli. CMYK-ning o'zini ma kanalni mundaq elvetdim. CMYK rang şekli qo'ymavi. Hem ma'noga kirib baqay. Buningda bitlik suret ichilmaydi. RGB ga kirib baqay. Buningda o'xshashli bitlik suret ichilmaydi. Lab kanaliga kirsam, lab kanalda qarsam bitlik suret ichilmaydi. Lab mo albatta Photoshop o'zi muqim bekitib etgan kanalga. Unda bo'lsa kulrangmi Photoshop muqim bekitib etgan kanal. Unda bo'lsa nimish ma'noda daq jazmlashtirgandan keyin buni bitlik suret qilindi. Chunki kulrang suret boshqa suret kanallarini elitib asıl qilib qo'ygan mayatki programmada. Shuning uchun buni bir taraf qilib bo'ladi. Ham ko'p kanallik ahvolda-chi? Ko'p kanallik ahvolda tabiiyki qilib bo'ladi. Ko'p kanallik qo'ymavi. Ko'p kanallik ahvolda men bitlik suret kirib baqay. Qilib bo'ladi ekan, ko'p kanallik tahrirlashib baqa vaqtimizda yana bitlik suretni bir taraf qilib bo'ladi. Demak, bitlik suret Photoshop muqim bitlik suret bir taraf qilib bo'lmaydi deb bekitib etgan kanallardan boshqa har qanday bir kanalda bir taraf qilib bo'ladigan suretni ko'rsatadi. Ma ko'rayotgan rasmimiz RGB rang shakli. RGB alet rang shakli. Ya'ni kanal RGB degan 3 rangdan tashkil topgan. Unda bo'lsa mushu rang bilan boshqa ranglarning farqini solishtirib baqalay. Men kirdim, endizning ichiga kirib CMYK degan rangni tanladim. Tanlashdan burun mushningki qanday o'zgardigini bilish uchun meni sal cho'ngaytib qo'yay. Qaranglar, cho'ngaytib qo'ygandan keyin mayadagi rangninki farqini ko'rib olay. Ko'rib olgandan keyin, andan keyin buni men eklab CMYK rang shakliga o'zgartib etdim. Rangda azroq chinish bor-ku, bu yoqdek uchiq emas rang. Ya'ni bir oz chanadi. Demak, CMYK deganimiz qanday rangdi? Amaliy dunyoga ishiltilgan rangdi. Amaliy dunyoga ishiltilgan bosma mening rangi edi. Uningda demak, ya'ni rangda farq bo'ladi. Bosmaga munosabatlik holatda rang o'zgardi. Shunga biz mush RGB holatdagi rangni tahrirlagan vaqtimizda mayada mendaq bir narsa chiqdi. Men rangni oldim, daq keldim. Men undash belgisi bilan ko'rinish turibdi-ku. Navbat sen tanlagan rang mavi rang demakchi. Mavi asl rang. Mavi navbat CMYK-da hosil bo'lgan rang. Mush rang shuning o'zgarib ketdi demakchi. Tanlash rayonidan birini tanladinglar. Alt delete bilan oldi rangni to'kdinglar. Control delete bilan tanlashni bekor qilib etdinglar. Ondan keyin buni eklab CMYK rang shakliga almashtirib baqdinglar. Almashtirsak rang o'zgarganda o'zgarib ketdi. Demak, CMYK rangi bilan RGB rangida farq bor. Ya'ni ranglarni mashada tanlagan vaqtimizda diqqat qilamiz. Ya'ni tanlagan rangimiz qaysi xil holatda chiqadi. Hozir mavi rang sap RGB rangi bilan CMYK ga o'xshash, biroq boshqa ranglarga bo'lsam farq almish, ya'ni o'zgarish yuz berdi demakchi. Endi CMYK rangni aviatın RGB holatda ma'qul uchiq demavi. CMYK holatda ma'qul tutuqda CMYK-ninki. Ammo CMYK degan rang shaklda tuğ'a rangni RGB ga o'zgarsam ichilamdi ichilmamdi. Uchiq holat kelamdi kemmamdi. Kemmaydi. Shundaqo davos kirib baqayli. RGB. Ma'u RGB rang shakliga almış bo'ldi. Biroq aviaqda qanday bo'ldi? Uchiq holat kemmidi. Shundaqo aviaqdek uchiq holat kemmidi. Mush ranglarni almashtirish jarayonida diqqat qilish tegishli masala ma'u. Birisi bizga menda bir talab qo'ysin. Mushu nasning yerimini kulrang, yerimini mushu rangli holat RGB rang altida bir taraf qilib qo'yaman. Ko'rindigan, ko'zemgashda ko'rindigan qilib qo'yaman. O birlam rasm ramkasini ichida tursin. Bir taraf kulrang ko'rinsin, bir taraf qanday ko'rinsin?
rangli ko'rinsin dedi. Mushundaq masalaga uchraymiz. Odatda bir parcha rasmninki yarmi kulrang, yarmi rangli holat tug'an holatlarni ko'ramiz. Unda bo'lsa men mushuni shunda bir taraf qilib qo'yaymi? Eng avval qavatning ichiga kirib buni bir nusxa ko'paytdim. Yangidan birni ko'paytdim. Kulrang deb qo'yay. Kulrang. Ammo yerda kanallarni bekitib olamayotganman-ku ko'paytgandan keyin jazmlashtirdim. Jazmlashtirgandan keyin men kulrangni oldim. Kulrang rasmni olgandan keyin men buning kanalni kirib kulrangga aylantirib etdim. Kulrangga aylantirdim-ku. Kulrangga aylantirgandan keyin men rasmni mavo RGB holatdagi rang barayong oldim. Ilib men kulrangni o'chirib etdim. Eklep manımı mas keltirib qo'yib qo'ydim. Yani qavatga kirib mani da qisam qanchalik farq borligini ko'rsatib berdi. O'rnini muvofiq tangishdim. Tangishilda ustimiz tushdi. Ondan keyin mossizlik darajasini yuqori ko'tarib qo'ydim. Ko'targandan keyin endi menga qo'ygan talab bo'yicha buning yarmi ranglik, yarmi rangsiz ko'rinsin deganlik uchun mendaq eklep ustidagi mavo rangsiz qavatning yarmini kesib olibman. Yarmi ranglik, yarmi rangsiz ko'rindimi?